Sizga bir savol bermoqchiman. O'zbekistonda bir yilda to'y hasham va dabdababozlikka necha pul xarajat qilinishini bilasizmi? Yaxshilab o'rnashib oling, chunki men sizga aytadigan raqamlar sizni aniq hayratga qoldiradi. Bizning mahallada bir yilda 50 tadan 70 tagacha to'y bo'ladi. Har bir to'yga o'rtacha 50 million so'mdan pul sarf qilinadi. Bu oddiy arifmetika. 50 million so'm pulni bir yillik to'ylar soni, ya'ni 60 ta to'yga ko'paytiramiz. Natija 3 milliard so'm. Bu faqat bitta mahalladagi orzu-havasga, to'ylarga qilinadigan sarf xarajat. O'zbekistonda 10 mingta shunaqa mahalla bor deb hisoblasak, bu 10 mingta mahallani o'rtacha to'ylar soni, ya'ni 60 ga ko'paytiramiz. Natija esa 600 mingta to'y degani. Bu O'zbekiston hududida bir yildagi o'rtacha to'ylar soni, ya'ni 600 mingta. Bu 600 mingta to'yni bitta to'yga ketadigan sarf xarajatni ko'paytiramiz. Ya'ni 600 mingni 50 millionga ko'paytiramiz. Natija 30 trillion so'm. Bu degani 3 milliard dollar degani. Katta shaharlarda 25 ming dollarlik tortlar, 1,5 ming kishilik to'ylar, 90 ming dollarlik dasturxon, mashhur san'atkorlarga, to'y kortejlariga ketadigan xarajat, dabdababozlarni ham hisobga olsak, umumiy xarajat 10 milliard dollarga yetishi mumkin. E'tibor bering, bu bizning bir yilda to'y orzu-havasimizga qilinadigan xarajat. Bu raqamlar qanchalik kattaligini his qilish uchun ba'zi misollarni keltirib o'taman. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining fransuzlar 500 million dollar o'tib bergan. Bizning orzu-havasga 10 milliard dollar ketadi. Fojia shundaki, bu qiladigan ishlarimiz ma'nosiz ekanligini bilamiz. Lekin nega shunaqa dabdababozlik, isrofgarchilik to'ylarga yo'l qo'yamiz? Xo'sh, to'ylardagi bu ma'nosiz xarajatlarni qanday qilib kamaytirsa bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda kutaman.